O'zbekistonda eng katta shuba markazi qayerdaligini bilasizmi? Albatta, Imperiya. Imperiya do'konida har doim yosh qari kelib, xohlagan shubasini olib ketsa bo'ladi. Ayniqsa eng zo'r qulay narxlarda va asl shubalarni xarid qilib olib ketasiz. Imperiya do'koniga kelgan har bitta klient maza qiladi, chunki har bitta klient bilan alohida ishlashadi, alohida shubalarni kiydirib, sizlarga e'tibor berib, sizlarni korolevadek his qildirib chiqarib olishadi. Keyin skidkalarni ham zo'rini qilib berishadi. Do'konga kelishga sharoitingiz bo'lmasa, dunyoni xohlagan nuqtasidan dastavka xizmatidan foydalansangiz bo'ladi. Imperiya do'konini 4 qavatdan iboratligini bilarmidingiz? Ketdi 3-etajga chiqamiz. Har xil tovarlar kelgan, novinkalar ko'ramiz. Qudalarga zo'r sovg'a, 3000 dan ortiq assortimentga ega bo'lgan shubalardan kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Imperiya do'koni 20 yildan beri ish faoliyatini yurg'izadi va ikkita filialga ega. Birinchisi Norka va shubalardan iborat. Ikkinchi filialda esa italyanskiy kashmir paltolarni topsanglar bo'ladi. Bu do'konda paltolarning eng sifatlisi, narxlari ham a'losi, ranglari, go'zalligi, kalta uzunligini bemalol xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Barcha palto, shubalarni ko'rishingiz uchun Telegram kanal bor. U kanalga hamma palto, shubalarni fasonlarigacha qo'yilgan. Shu kanalga tushib qolishni xohlasangiz, kommentariyada katalog so'zini yozib qoldiring.